Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңлар тарихи тәзкире әсәр İdiqut oğulları Moitiler Cemaati. Avtori Ömercan Sıdık. Mahmud Moiti. Davamı. Atışqa qaytib 2 gündən keyin Məşhəddəki Sultan Stuq Buğraxan qəbrisi yenidiki Aznam məscid hovlisida ommaviy yig'in o'tkazdik. Yig'inga Atışның hamma kentlərindən digudək axunlar, baylar, yurt mötəvərləri və məktəb atalar heyətinin əzaları, onundan başqa addi fuqaralar qatnaşdı. Biz bütün o'quvchilar qatnaşdıq. 10 mingga yaqin kishi qatnashgan bu yig'in bak surlik echildi. Masjidning peshayvonida bir muncha yurt mo'tavarlari turishdi. Peshayvonning oldida Mamtili apandi miltiqliq ikki askarning o'ttirisida kulimsirab turadi. U kulgan bilanmu majlisning umumiy kayfiyatidagi jiddiylik bilinib turadi. Mamtili apandi avval Mahmud Shijoning buyruq xatini anglatdi. Ondan keyin o'zi qisqacha so'z qildi. Mahmud Shijoning xatining asosiy mazmuni mundaq edi: Atışdaki o'limayu ikram yurt kattalariga, jimiki fuqarolarga ma'lum bo'lsin ki, Mamtili apandi boshliq bo'lib, yangi maktab echish harakatini boshlaganligi kishini xush qildigan ish, xalqning ko'nglidagi ish. Nodonlikdan uyg'onish vaqti keldi. Dunyodagi boshqa ellar bizdan jiq eshib ketdi. Amdi ko'zimizni ochmasak, bolalarimizni o'qitmasak bo'lmaydi. Bu biz atalarning vazifamiz. Mundaq bir yaxshi ishqa anglasak qarshilik bo'lib o'tibdi. Hatto to'sqinlik, tahdid silish, muallimlar maktabidagi o'quvchilarni tillab haqoratlashlarmi yuz beribdi. Bundaq ishlarga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi. Mamtili apandiga maktab ishlarini taraqqiy qildirish uchun huquq berildi. Kimiki bu ishga qarshilik yoki to'sqinlik qiladigan bo'lsa, mayli u qandaq cho'ng axun bo'lsin, mayli u qandaq bek boy bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin, uningga qattiq jazo beriladi. Cho'ng kichik butun xaloyiqningmi Mamtili apandimga va uning maktab ishlariga yordam qilishlarini umid qilaman, deb Shijong Mahmud Moiti. Bu xatning qudrati Mahmud Moitining buyrug'i bilan Mamtili apandining yangi ma'rif harakatidagi to'salg'ular supurib tashlanib, Atush va Qashqarlarda ma'rifatchilik harakati jush urib rivojlangan. Bo'libmi, Mahmud Shijong bergan ikki qurolliq askar muhofazat qilib turgan Mamtili apandining huquqi va obro'yi mutaassib kuchlarni besib ketdi. Mamtili apandi hamon yurtni aylanib tashviq qiladi. Atalar hay'ati bilan maslahatlashib, masalalarni hal qilib, maktabni kengaytirish ishlarini to'xtatmaydi. Muallimlarning qiyinchiliklarini hal qilib beradi. Bu haqda yana Mirahmat Seyit, Yalqin Ro'zi apandilar yozgan Shinjang Universiteti nashriyoti tarafidan 1997-yili nashr qilingan Mamtili apandi nomli kitobda mundaq bayonlar bor. Taxminan 1935-yili yoz oylarining birida Mamtili apandi muavin bosh qo'mondon Mahmud Moiti va Qashqar viloyatining ma'rifiga mas'ul rahbarlarining taklifiga binoan 40 nafar izchini agashtirib, Qashqar shahriga millat bog'chisiga ul qo'yish murosimiga qatnashish uchun borgan. Mamtili apandi izchilari bilan Qashqar shahriga yetib kelganda, Qashqar shahar izchilari oldiga chiqib, qizg'in hissiyot va zo'r tantana bilan qarshi olgan. Mamtili apandining komanda berishi bilan 40 nafar izchi ney barabanlarni yangratib, jangovar marshlarni o'qib, yerni titratgudek mash dastlab, shaharning asosiy rastlarini aylanib, Etka jamasi oldiga yetib kelganda, minglagan xalq ularga qarab, ichidan havasi kelib, opirin o'qishgan. Mamtili apandi izchilarni Nobishi maktabga qarab mingishga buyruq berib, o'zi sapning oldida kaynichilib mingib, baraban chalgan peti izchilarni naqshi tovlatib, yetgohdan yurib ketgan. Xalq agishib mingib, ular Nobishi maktabining hovlisiga kirib ketgandan keyin ondan qaytib ketgan. Ular shu kuni Nobishi maktabida qo'nib, atisi tushdan keyin Qashqar shahar Yumaloq shahar ko'l beshidagi bir havoliq ko'rkam bog'cha ichiga yetib kelgan. Bu yerda Mahmud Moiti, Mahmud Shijong
Başlıq rəhbərlər Qashqar ma'rifining yetakchilari va rahbarlaridan Abdukarimxon Maqsum, Majiddin Apandi, Mahmud Nadim, Ahmad Fard Abbas va Qashqarning sanoyi nafisa mudiri Naman Apandi qatorliq kishilar shundoqla Qashqar shahrining izchilari haybatlik marsh sadolari bilan bog'ichga kirib kelgan Mamtili Apandining izchilarini qizg'in qarshi olgan. Qarshi ilish oyoqlashgandan keyin ziyofat o'tkazilgan. Ziyofatdan keyin Qashqar shahrining izchilari bilan Mamtili Apandining izchilari qator tizilib turgan. Millat bag'chisiga ul besish oldida Mahmud Moiti hayajon bilan nutq so'zlagan. Ondan o'z qo'li bilan ul qo'yib bergan. Arqadan boshqa rahbarlar, ustozlar, izchilar to'lib toshgan qizg'inlik bilan ul besishga qatnashgan. Mahmud Moitining muhofizachilari tartibni saqlagan. Mahmud Moitining bosh bo'lishi bilan ul qo'yilib bo'lgandan keyin Mamtili Apandi sahnaga chiqib, o'zining nutq talantini to'liq namoyon qilib, intayin o'tkir fikrlarini bayon qilib, murosimga qatnashgan barliq cho'ng kichiklarni hayajonga silvatgan. Mahmud Moiti bilan Majiddin Apandi Mamtili Apandini quchoqlab turib, siz ismi jismiga loyiq vatan bolasi, kam uchraydigan vijdon egisi, o't yurak yigit, o'tkir fikrlik notiq, biz sizdan faxrlanamiz. Texmu g'ayrat bilan ishlang, degandek so'zlarni qilgan. Mamtili Apandi 1936 yili 12 aprel bayramiga qatnashish uchun otishdan yana bir qitim izchilarni va o'quvchilarni Qashqarga ilib borgan. Muavin bosh qo'mondan Mahmud Moiti yuzdak jangchini agashtirib otishdan kelgan o'qituvchi, o'quvchilarni kutib olg'ili chiqqan. Bir qism rahbarlar, o'qituvchilar va Qashqar shahrining izchilarimi qarshi ilishga chiqqan bo'lib, ular Mamtili Apandi boshlab kelgan o'quvchilar bilan quchoqlashib ko'rishgan. 12 aprel kuni tong saharda barliq o'qituvchi o'quvchilar odati bo'yicha gimnastika o'ynagandan keyin g'izolanib bayram faoliyati o'tkazadigan maydonga minishni kutib turgan. Birla pushtak chilinishi bilan barliq o'quvchilar safga tizilgan. Yana birla komanda bilan barliq o'quvchilar ney barabanlarini yangratib Qizil maydonga qarab atlangan. 12 aprel bayrami Qashqar shahridan Yangishaharga chiqadigan yo'lning sharq tarafidagi Qizil maydonda o'tkazilganligi uchun minglagan, 10 minglagan shahar aholisi va o'qituvchi o'quvchilar bayramlik kiyimlarini kiyishib, rastlarda to'lqinlab eqib, go'yo azim daryodek Qizil maydonga qarab oqqan. Ostin atush, ustin atush va Qashqar tavasidagi maktablardan kelgan minglagan o'quvchilar bas bilan naqsha o'qib, to'lib toshgan qizg'inlik va ko'tarangi ruh bilan texmu haybatlik manzara paydo qilgan. Mamtili Apandi har 100 o'quvchi oraliqiga 2 dan barabanchi o'rinlashtirgan. O'quvchilar baraban ovoziga keltirib, tagshi qadam tashlab, xuddi muntizim harbiylardek mangan. Uchisiga baqsam to'n, beshiga Qashqarning badam do'ppisini kiygan, yuzidan nur yig'ib turadigan farishtadek pokiz mo'ysipitlar, uchisiga xangdan tavarda uzun va kalta nimcha kiygan, yuziga chumbal tortib, oq paranjiga o'rnib olgan ayollar, o'g'il qizlarini ilishib, ko'rkam zinnatlangan mapa harvalarga o'ltirishib, rat sap bo'lib, jarangliq naqsha marshlarni o'qib, ney barabanlarni yangratib ketayotgan o'quvchilarga qarab zo'qlangan. Mahmud Moitining ochil gul ochil degan jang naqshisini o'qib ketayotgan otliq piyoda milliy qism jangchilariga qarab cheksiz iftixorlangan. Tarixning tugumas qismatlarida talay qitim tasqilib xonavayron qilib etilgan, ko'rmagan kunlari qolmagan bu xalq ko'z oldidagi jonlangan bu manzaraga qarab, xalqning armiyasi bo'lmasa, xalqning hech narsasi bo'lmaydi degan bu haqiqatni cho'nqur his qilgan. Hammaylan joyiga berib, o'ltiradiganlar o'ltirishib, o'ri turadiganlar o'ri turishib, rangarang bayroqlar lapildab turgan bayram munbiriga qarab turishgan. Yig'in boshqurg'ichi Kanay bilan bayram munbiridan o'rin oladiganlarning yetib kelganligini e'lon qilgan. Shuning bilan
Janubiy Shinjang garnizonining qo'mondoni Mahmud Moiti boshliq harbiy amaldorlar, Qashqar viloyatining rahbarlari, ma'rif rahbarlari, diniy zotlar va har soha vakillari 10 minglagan ommaning qizg'in olqish sadosi ichida bayram munbiridan o'rin olgan. Yig'in boshqurg'ichi yig'inning kun tartibini e'lon qilgan. Mahmud Moiti ommaning olqish sadosi ichida so'zga chiqqan. Uning so'zi ommaning kayfiyatini texmi yuqori pallaga chiqargan. Yoshsun qumul dehqonlar harakatining shonli g'alabasi. Yoshsun Batur, kurashchan xalqimiz. Yoshsun va parlansun yangicha ma'rif maktablarimiz deganga o'xshash shuarlar butun maydonni qoplagan. Mahmud Moitining nutqi oxirlashgandan keyin yig'inning kun tartibi bo'yicha har sohaning vakillari so'zga chiqqan. Atush izchi o'quvchilari vakili Abdulvaris bayram munbiriga chiqib, Mamtili apandi yezib o'gatgan munu ikki kuplet she'rni deklamatsiya qilgan. O'zim kichik, so'zim chuchuk, men bir ichilgan nozuk chechak, o'qimaganlar puchak, uning o'ti doim o'chak. Mən bir kichik Uyg'ur o'g'liman, bek to'g'riman. Maktablikman, yuzim parlaq, axloqsizlik mendan yiroq. Balalar tili bilan yozilgan bu she'rni Abdulvaris voyaga yetkazib o'qigan. Natijada butkul amma hayajonga cho'mgan. Mahmud Moiti Abdulvarisning qo'lini tutib turib, barakallah o'g'lim, deb uning peshonasiga so'yib qo'ygan. Vakillarning nutqi oxirlashgandan keyin yig'inning kun tartibi bo'yicha tunji qitim Mahmud Moitining otliq va piyoda milliy qismi haybat bilan bayram munbiridagi rahbarlarga va har soha vakillariga ehtirom bildirib, boturona qadam tashlab paraddan o'tganda butun maydon misli ko'rilmagan qaynam toshqinlik va iftixorlikqa cho'mgan. Arqadan Qashqar shahar izchilari va Nobishi maktabining o'quvchilari paraddan o'tib, aylanib maydonning o'ttirisiga kelib, yoshsun ulug' do'stlik, yoshsun yangicha ma'rif degan shuarni ajoyib ko'rkam shakl orqali ifodalagan. Mamtili apandi izchilari bilan Qashqarda bir necha kun turgan. Bu jarayonda shahar ichidagi bir qancha maktabni ziyorat qilib, tajriba almashtirgan. Ma'rif idorasi va bir qism maktablar ularni ziyofat yig'inlarini o'tkazib, qizg'in kutib olgan. Mahmud Moitimu maxsus ziyofat o'tkazib, Mamtili apandi yetaklagan izchilarga Qashqarning ma'rif sohasidagi zotlarni qo'shib billa kutib olgan. Bu ziyofatga shu kunlari Atushdan bir ish bilan Qashqarga kelgan Abdurahmon shoirmu qatnashgan. Ziyofatda Mahmud Moiti so'z qilib, Atushdagi yangi ma'rif ishlarining taraqqiyotiga yuqori baho bergan. Mamtili apandining o'ynagan rolini alohida tilga olgan. Mamtili apandimu so'z qilib, Mahmud Moitining Atushning ma'rif ishlarini qo'llashda zo'r amaliy yordam qilganligini tilga elib, alohida rahmat aytgan. Ziyofatda Mamtili apandining o'quvchisi 24 yoshlik Abdurahmon shoir Mahmud Moitiga atab yozgan she'rini ajoyib jarangliq va mag'rur hissiyot bilan deklamatsiya qilib bergan. Sana xalqqa bo'lsinki adamdin aylidi mavjud, bani odam yaratib hamshipi qildi ani Mahmud. Takabbur aylidi shayton xudo dargohidan mardud, birsi o'zga erdi Muhammad Mustafa maqsud. Muhammad immatidan chiqdi turpandin ushul Mahmud. Necha yildan beri zulmatda erdi ham bo'lib vayron. Bu zulmatdan qutulmoqqa tuman ming jon berib qurbon. Yetib xarliq jaholat zanjirida ham bo'lib sarson. Tapalmasdan shifo dardga bu millat bo'ldi ko'p vayron. Chiqib el baxtiga shu dam panoh bo'ldi bugun Mahmud. Aya ey shohi adil cümlemizni el aman qilding, ma'rif maktabini tarbiya aylab ravon qilding. Bu millat yo'lida daryoyi nildek qon ravon qilding. Natijasiga bu qonning ilmu hikmatni ayon qilding. İchib qo'yding bugun Darul Funundan bizga yo'l Mahmud. Sening vasfingni aytdi bu kishi bulbul suxandondir.
Atasıdır çoğaxun şair ismi Abdurrahmandır. Qasamki bu ma'rif yo'lida go'yoki parvondir. Sifatingni qilib ta'rif u shul nazmini yozgandir. Umiddirki huzuringda qabul bo'lg'ay so'zim Mahmud. Abdurrahman shoir she'rni o'qib bo'lganda Mahmud Mo'yti boshliq amaldorlar va askarlar opirin o'qib olqish yog'dirgan. Mahmud Mo'yti Abdurrahman shoirning qo'lini siqib turib, yiniga o'ltirg'izib, "Sana tashakkur o'g'lim, Xudo rahmat qilsin. Himmatingga, g'ayratingga va fasohatlik so'zlaringga barakalloh. Men bu qadar madiyalashga loyiq emas, ammo sening bu she'ring bilan ruhimga ruh qo'shildi. Naiti canlandım" degan. Mahmud Mo'yti o'rinlashtirgan bu ziyofat naiti ko'ngillik oxirlashgan. Mahmud Mo'ytidan 2 kun avval aksi Musul hojim Mamtili apandim boshliq izchilarni ziyofat o'tkazib qizg'in kutib olgan bo'lib, bu ziyofatda Qashqar vaziyati, Shinjong vaziyati va xalqaro vaziyat to'g'risida ko'p gap bo'lib, mehmonlarning kayfiyati naiti jiddiy bo'lgan. Mahmud Mo'yti yana Qashqarda yangi ma'rifni taraqqiy qildirish uchun har xil ma'rifatchilik tashkilotlarini qurgan. Mahmud Mo'ytining turtkisi bilan Qashqarda oliy bilim yurti bo'lgan Darul Ulum, hozirgi oliy texnikum darajalik maktabi maydonga kelgan. Qashqarda ilgari madraslardagi o'qitish tuzumi ayni chog'dagi davrning talabiga loyiqlashmaganning ustiga madraslardagi mollalarning qaloq aqidachilik va quruq safsatalar aralashgan bir qism diniy kitoblarning hamma yerda tarqalib yurishi tufaylidan el ichida xurofotlik va nodonlik cho'nqur o'rin olgan edi. Ma'rif haqida ancha tushunchasi yo'q bir qism maqsum va maqsumzodalar keyingi yillarda madraslarni o'zlarining nasab va boyligiga tayinib egilib olg'achqa bir necha yil o'qib xili ma'lumotga ega bo'lgan bilim ahlilari o'zlarining nasabsiz va nomrodligi tufaylidan chetga qiqilib o'zlarining iqtidorini joriy qildirolmagan edi. Yana kelib har bir madrasaning vahbilari bo'lsa-mu, lekin ularni oz sondagi kishilar egilib olganlikdan madraslarning o'qitishini rivojlantirish uchun ishlatishga imkoniyat bo'lmagan. Shunga Qashqar ma'rifi 30-yillarda qaloq holatda turib kelgan. Mahmud Mo'yti Qashqarga kelgandan keyin yuqorida aytib o'tganimizdek yangi ma'rif harakatiga zo'r kuch bilan madad bergan. Natijada Qashqar ma'rifi yangi taraqqiyot manzilini kutib olgan. Madraslardagi kona, qaloq o'qitish usuliga qarata Mahmud Mo'ytining qo'llashi bilan 1935-yilning keyingi 20da Qashqarda Islohul Madaris val Masajid hayiti, madrasa masjidlarda islohot ilib berish hayiti deb ataladigan bir tashkilot qurilgan. Bu hay'atning raisligiga Mahmud Mo'ytining eng yaqin odami, taraqqiyparvar shoir, Shinjong Uyg'ur otliq qo'shuni 6-diviziya bosh shtab kotibat boshqarmasining podpolkovnik darajalik bosh kotibi Damulla Naimi tayinlangan. Bu hay'atning maqsadi yurt ma'rifini ilmiy yo'sinda yakunlash, zamonaviy ilm fanning taraqqiyotini ilgari surish, xalqning ong fikrini echish va yuqori ko'tarish, iqtisodiy jihatda vaqfa mablag'larini to'g'ri boshqarib, o'z o'rniga ishlatish, madrasa masjidlarni yangilab, ularni yangi ma'rif uchun xizmat qildirish, qisqasi zamonning ma'rifga bo'lgan ehtiyojini oz to'la bo'lsa-mu qondirishdan iborat edi. Shunga hay'at qurilibla oldi bilan shahar ichidagi 17 madrasa va 100 dan ortiq masjidga egidorchilik qilib, u joylardagi mudarris, imom, xatib, ma'zin qatorliqlardan imtihon ilib, imtihondan o'talganlarga qobiliyatiga yarasha unvon bergan va xizmatga qo'ygan edi. İmtihandan o'talmaganlarni nasab va boyligi qancha yuqori bo'lishidan qat'iy nazar xizmatdan qoldirib qo'ygan yoki o'zining qobiliyatiga yarasha ishga qo'ygan. Nasabiy va boyligi tufaylidan bir chetda qolgan yosh ilm ahlilarini imtihon ilib tanlash orqali ularning qobiliyatiga qarab xizmatga qo'ygan. Shahar xalqini savod chiqarishga umumyuzlik safarbar qilib, savod chiqarish kach kurslarini ochgan.
madrasa masjidlarning qorong'u tor zay uylarini va buzilgan joylarini o'zgartib remont qilib yangilagan madrasa masjidlarning yezilardagi vaqfa yerlari bog'lari shahar ichidagi saroy do'konlaridan qilingan kirimlarni ma'rif ishlari uchun ishlatgan va xizmatchilarning ishlagan ish haqi qilib tarqitib bergan davomi bor